Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan 3-variant qismimizni analiz sintezi bilan nasibsa to'xtalib o'tamiz. Bizda birinchi savol rangsiz gulqo'rg'on pardasimon bargchalardan tashkil topgan oila vakillariga tegishli ma'lumotni toping. Pardasimon bargchalar albatta bu nima? Sho'radoshlar oilasi haqida gap ketib turibdi. Murakkab gulqo'rg'onli. Sho'radoshlar oilasi murakkab gulqo'rg'onli emas. Ikki jinsli, afsuski bir yoki ayrim jinsli deyilgan joyi bor. Yo'q, ikki jinsli ham bor. Ikki jinsli yoki ayrim jinsli. Bir jinsli ham, ikki jinsli ham bor. Demak, shingilsimon to'pkul xos, boshoqsimon to'pkul ham xos. Xo'p, turib tursin. Demak, shu javob o'xshaydi, ko'ramiz. Pista bilamiz, bu murakkab guldoshlar. Murakkab guldoshlar. S javob bu yerdan chiqadi. D javobda 10 ga yaqin turi kiritilgan. Bu o'yindan chiqadi. 10 ga yaqin turi sho'radoshlar oilasida xos xususiyat emas. Demak, javobimiz haqiqatan ham B javob ekan. Endi keyingi test. Xo'p. Gemofiliya kasalligining irsilanish holatlari. To'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Bilamizki, gemofiliya kichik H kasal, ya'ni gemofiliya bilan kasallangan, katta H bo'ladigan bo'lsa, sog' ko'rinishda nimaga birikkan? Jinsiy X xromosomaga birikkan holda nasldan naslga o'tadigan kasallik ekanligini bilamiz. Ya'ni qonning ivmasligi kasallik. Ona kasal bo'lsa, deydi. Demak, ona qay holatda kasal bo'ladi? Mana bunaqa holatda kasal bo'ladi. O'g'il va qizlar ham kasal bo'ladi deyilgan bu yerda. Xo'p. Demak, ota haqida ma'lumot yo'q. O'g'il va qizlar ham deb turibdi. O'g'il tug'ilishi uchun otadan albatta bu xromosomani, onadan esa ikkalasidan bittasini oladi. Demak, XY bo'ladi. Bu yerda o'g'il farzand kasal bo'ladi albatta. Lekin ota sog' ham bo'lishi mumkin. Bu yerda ota haqida ma'lumot aytilib o'tilmagan. Bu bilan buni olgan paytda katta XH, katta H shu hisobiga sog'lom qiz farzand tug'ilish ehtimoli ham bo'ladi. Demak, bir bor javobni bizda to'g'ri ma'lumotlar so'ralganligi uchun o'yindan chiqaraman. Demak, bizda A hamda D javobimiz ketdi. Endi o'xshashlarni tagiga chizib chiqaman. Bularni ko'rishim shart emas. Endi qiz kasal bo'lsa, ota ham kasal bo'ladi deydi. Xo'p, 7-chini ko'ryapman. 7 bilan farq qilganligi uchun. Qiz kasal, demak, qiz kasal. Kichik H. Qiz kasal bo'lsa, ota ham kasal bo'ladi. Xo'p, deylik. Bu qiz otasi, bu onasi. Bitta X xromosomani bilamizki otadan, bitta X xromosomani esa onadan oladi. Demak, qiz kasal bo'lgan holatda, ushbu holatimizda ota xromosomasi xuddi shunday, lekin hamma holatda ham ota hisobiga qiz kasal bo'lib qolmaydi. Ya'ni ona bu yerda sog' bo'lgan taqdirda katta H, keyin qiz sog', ona sog', ota esa kasal bo'lib qoldi. Bu javobimiz uncha tushunarli bo'lmasa, keyingisini ko'rib chiqsak, agar bu yerda qiz kasal bo'lsa-da, hozir bu yerda biz sog' qilib qo'ydik. Mayli, 3-chini ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'g'il sog' bo'lsa, ona ham sog' bo'ladi deydi. Mammaga o'xshaydi ekan bizniki. Mana shu holatga. O'g'il sog' bo'lsa, ona ham sog' bo'ladi. O'g'ilni yozaman. X, Y, H. Bilamizki, xo'p. O'g'il sog' bo'lsa, ona kasal bo'lishi ham mumkin bu yerda. Qarang. Demak, agar ayrim holatda bilamizki, otadan har doim Y xromosomani oladi, o'g'il X xromosomalarni esa onadan oladi. Demak, agar ona sog' bo'lgan holati ham bo'lishi mumkin, keyin o'g'il kasal tug'ilish ehtimoli ham bo'lib qolishi mumkin agar ona heterozigota bo'lsa. Demak, 3 bu yerda xuddi 7 ga o'xshab 50 ga 50 holat kuzatilganligi uchun bu ham chiqadi. Javob bu yerda B javob bo'ladi ekan. Demak, ikkinchi tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi testga e'tiborlaringizni qaratsak. Organizmlarning o'zaro
A javobda neytral, B javobda antagonistik, ya'ni qarama-qarshi, C javobda esa simbioz, ya'ni birga yashash munosabatlarini topishimiz kerak. Xo'p, bir populyatsiyada individlar soni o'zgarishidan qat'iy nazar, ikkinchi populyatsiya individlar soni kamaysa, ya'ni bu ikki organizm uchun qarama-qarshi antagonistikka misol bor. Antagonistik bizda ikkinchi edi, ya'ni B da berilgan, B ga 1 turishi kerak. Demak, javob o'z-o'zidan ma'lum. Qolganlarini menimcha ko'rish shart emas. Moslab olishlaringiz mumkin. Javob bu yerda D javobni tashkil qiladi ekan. 4-chi. Nerv sistemasi ikkita yirik nerv tugun, mana bunday holatini aytmoqda bu yerda va undan chiquvchi ikkita yirik nervlardan va nerv stollaridan. Ushbu holat eslaringizga tushgan bo'lsa, bu yassi chuvalchanglar tipi vakillarida, ya'ni planariya, jigar qurti shular edi. Tip stol tipidagi nerv sistemasi, shakl esa narvonsimon shakldagi deb aytib o'tgandik. Jigar qurti, echinokok, cho'chqa solityor, ya'ni tasmasoni olamiz. Haqiqatdan ham A javob o'xshaydi, lekin B, C, D'larni tekshiramiz. Planariya to'g'ri, bolalar gijjasi to'garak chuvalchanglari kirganligi uchun chiqib ketadi. To'garak chuvalchanglarniki ham stol tipida, lekin ikkita yirik nervlardan iborat emas. Ularning nerv sistemasini alohida o'qib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Ularda halqum usti va halqum atrofi nerv tuguni bor edi. Halqumdan orqaga qarab ketgan ikki juft, ya'ni orqa tomonga qarab ketgan ikkita, qorin tomonga qarab ketgan ikkita, oldingi tomonga qarab ketgan ikkita nerv stollaridan iborat edi. Bizada tepadan pastga qarab narvon shaklidagi so'raladi. Rishta to'garak chuvalchanglar kirganligi uchun bu javob ham chiqib ketadi. Planariya to'g'ri, odam askari to'garak chuvalchang, demak javob A ekan. Endi xo'p. Topkul tuzilish jihatdan ortiqcha o'simlikni toping. Topkul haqida. Bug'doy murakkab boshoq, arpa murakkab boshoq, javdar murakkab boshoq, suli murakkab shingil. Demak, ortiqchasi bu yerda suli hisoblandi. Endi xo'p. Ozroq shamollab qolibman, e'tibor qilmaysizlar. Qonda kalsiy miqdori ortsa, asosan qaysi gormon funksiyasi kuchayadi? Bu albatta organizmdagi kalsiy fosfor almashinuvini ta'minlab beradigan, qalqon oldi bezidan chiqadigan parat gormon bilan bog'liq hisoblanadi. Bizda 7-test quyidagi hayvonlarda disaxaridlar haqidagi biosintezi haqida ma'lumot tushgan. Shunga ko'ra K, L, M hamda bir molekula suv hisoblangan. M'ning tuzilishi glikozid bog'li. M'ning tuzilishida glikozid bog' bor. Haqiqatdan ham to'g'ri. Bular agar monosaxarid bu disaxarid bo'ladi. Chunki ikkalasini K va L qo'shilgan paytda bir molekula suv molekulasi chiqib ketgan va o'rtada glikozid bog' bo'ladi. Demak, to'g'ri. K va L monosaxaridlardir. Hozir aytib o'tgandek, to'g'ri bu ham. K, L dan biri shubhasiz glyukoza. Albatta bizda o'zi kitobimizda yozilgan maltoza, laktoza, saxaroza degan 3 ta disaxaridimiz bor. Uchalasining ham tarkibida albatta har doimgidek nima? Glyukoza ishtirok etadi. Demak, bu yerda uchala javob ham to'g'ri. Demak, javob D javobni tashkil qiladi. Endi 8-testga keldik. Jigar bezi rivojlanmagan organizmlarni aniqlashimiz kerak bu yerda. Jigar bezi rivojlanmagan doiraga olib qo'ydim. Jigar bezi rivojlanganini chiqarib, suv shillig'ida ilk jigar chiqib ketadi. Suv shillig'i bu yerdan keyin chiqib ketadi. Xo'p. Lancetnikda esa rasmda berib o'tgan jigarning oldingi qismi, orqa qismida nimalar joylashgan deb savol javob qilgan edik. Bu rasmda bor. Обязательно, demak bu yerda D javob bor. Jigar qurtida jigar degan strukturani o'zi yo'q. 9-test. Quyidagi olimlardan qaysi biri o't yo'llari, jigar, oshqozon, yurak va qon tomirlari harakat organlari, ko'krak sohasida keng tarqalgan kasallik? Bu albatta Vahidov tomonidan o'rganilgan hisoblanadi. 8-sinf olimlardan tushirgan test. Endi quyidagi jadvalda X, Y, Z organizmlar va ularga xos xarakterli xususiyatlarimiz keltirib o'tilgan. Borligi
Xo'p, bu yerda plus yo'qligiga 0 qo'yib o'tilgan ekan. Quyidagi gaplardan qaysi biri to'g'ri? Demak, diafragma bor. Bu обязательный diafragma bo'lsa, nimalar? Ustimiz 3 haqida gap kelib turibdi. Demak, x ustimiz 3. Y ga qaraydigan bo'lsak, faqat o'pka bor, ikki kamerali yurak yo'q, issiq qonli ham emas, diafragma ham emas. Faqat o'pkasi bor, issiq qonli ham emas, ikki kamerali yuragi yo'q, diafragmasi ham yo'q. O'rgimchakmi? O'rgimchaklar. Z ga qaraydigan bo'lsak, ikki kamerali yurakning o'zi bor, o'pka yo'q, diafragma yo'q, issiq qonli ham emas. Bu albatta baliq. Baliqlarda jabra, diafragma yo'q, albatta sovuq qonli. T ga qaraydigan bo'lsak, ularda hech narsasi yo'q. Menimcha bu yerda xo'p, nimaga o'rgimchak bilan nima ham to'g'ri keladi ekan bu yerga? Amfibiya. Amfibiya. Ularda 3 kamerali yurak, diafragma yo'q, sovuq qonli-ku. Xo'p, to'g'ri. T ga qaraydigan bo'lsak, nimaga bu yerga amfibiyani aytib ketdim? Faqatgina xo'rdallar berilgan ekan bu yerda. Bu lansetnikka to'g'ri keladi. Lansetnik. Lansetnikda bularni yurak yo'q, o'pka yo'q. Ya'ni jabra yoriqlaridagi jabralar hisobiga nafas oladi, diafragma ham issiq qonli ham emas. Gaplardan qaysi biri to'g'ri dedi? Z guruhdagi organizmlarning barchasi suyaklardan tuzilgan. Z. Baliq dedik, hammasi suyakdan emas. Sababi tog'ayli baliqlarimiz ham bor. Suyakdan tuzilganligi uchun A javob ketdi. X guruhining barchasida tanasi jun bilan qoplangan. X ni ustimiz uchi dedim. Ustimiz uchlarni tanasi igna bilan qoplanganlari, nina bilan qoplanganlari, jayralar, tipratikanlarni ham aytishimiz mumkin. Demak, bu ham chiqib ketadi. Z guruhdagilarning barchasi suzgich pufagiga ega. Z guruhdagilar baliq dedim. Demak, tog'ali baliqlarimizda, akula va skatlarimizda suzgich pufagi va jabra qopqog'i yo'q edi. Demak, bu ham o'yindan chiqdi. Javob beixtiyor T ga xos bo'ldi. T ni biz lansetnik deb tekshirib ko'radigan bo'lsak, T guruhdagi organizmda nerv sistemasi mavjud. Haqiqatan ham nerv sistemasi Neysimon tipda ilk bor lansetnikda paydo bo'lgan edi. Xo'p, bu testimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, 11-testga e'tiborlaringizni qaratsam. 11-testda tasvirlangan molekulaga xos ma'lumotlarni aniqlang deyilgan bu yerda. Xos ma'lumotlar. Bu yerda tRNK, ya'ni transport RNK tasvirlangan. Uning qaysi qismi? Antikadon 3 uchi, 5 uchi. 3 uchi bilamizki uzunroq uch, bu akseptor uch yoki aminoatsil uch deyilgan edi, ya'ni aminokislotalarni bog'laydigan uchi. Antikadon uchida aminokislota genetik kodiga qarama-qarshi kod tutadi. Genetik kodiga, haqiqatan ham genetik kodga qarama-qarshi kod tutadi. Bu bor gap. Endi transkripsiya natijasida hosil bo'ladi. To'g'ri. Transkripsiya natijasida ushbu strukturamiz o'zi hamma RNKlar transkripsiya natijasida prokariotlardagi sitoplazmani o'zida, evkariotlarimizda esa shu yadroning ichki qismida hosil bo'ladi. Aminokislotalar ribosomlarida tashiydi. To'g'ri. Antikadon uchida aminokislota bo'ladi. Yo'q, antikadon uchida emas, 3 uchida bo'ladi. Demak, virgulgacha to'g'ri. Bu javob o'yindan chiqdi. S javobga qaraydigan bo'lsak. Tak, bu javobni ustiga chizib qo'yaman. Yadrodan sintezlanadi. To'g'ri. Pirimidin asoslari faqat bittasi uchraydi. Pirimidin asoslariga nima kiradi o'zi? Adenin, guanin. Adenin ham, guanin ham albatta transport RNKda bo'ladi. Bittasi deyilganligi uchun S javob ham o'yindan chiqdi. Tarkibida geksozalardan yo'q. Endi qaraydigan bo'lsak, shu yerda RNK nukleotidlarning tarkibida nukleotid tarkibini aytib chizib tushuntirib o'tadigan bo'lsam, azot asos bor edi bizda, azot asos. Keyin pentozalardan uchraydi. Nima? Riboza S5H10 O5 deb o'tganmiz. Nukleotidlardan keyin H2PO4-, ya'ni fosfat kislota qoldi. Azot asoslarimizda esa adenin, guanin, sitozin, uratsil uchraydi. Ya'ni bu RNK nukleotidlarida. RNK nukleotidlari, DNK nukleotidlarida esa uratsilning o'rniga nima kelganini, timin kelganini ko'rishimiz mumkin. Endi adenin, guanin bular pirimidin, sitozin, uratsil esa uzr. Boya ham
purin asoslar bilan pirimida asoslarni adashtirib yozib ketmay, e'tibor qilmaysizlar degan umiddaman. Ko'p yurmaysizlar. Tak. Sitozin bilan urasil, bular esa pirimidin. Nima farqi bor? Purin asosimi, pirimida asosimi, men qaysi joyda? Pirimida asoslardan faqat bittasi o'sha deyilgan joyini aytdim, baribir o'yindan chiqib turibdi. Bu ham chiqdi, bu ham chiqdi. Pentoz ham, geksoz emas, pentoz o'sha. Demak, javob beixtiyor A javob ekan. Bular tushunarli bo'lgan bo'lsa, 12 ga qaraymiz. Organizmlarning kelib chiqish haqida ma'lumot berilgan. To'g'ri joylashtirilgan qatorni toping. Xo'p. Trilobitlar, ochiqquruqlar, toshko'mir, stegosefallar toshko'mir davridan oldin paydo bo'lgan. Demak, bu javob chiqdi. Sianobakteriya to'g'ri, stegosefallar to'g'ri, timsoh reptiliya bo'lganligi uchun perom. Qirqquloqlar haqida aytib o'tilgan. Qirqquloqlar ulardan oldin yashagan, bu ham o'yindan chiqdi. Mollyuskalar to'g'ri, qalqondor baliqlar to'g'ri, suyakli baliqlar to'g'ri, yirtqich tishli kaltakesak to'g'ri, yopiqroqlar to'g'ri. Javob S o'xshaydi. Turib tursin, ko'ramiz hozir. Lansetnik to'g'ri, bu proterozoa erasining o'zida. Zamburug, silur, sporali o'simliklar ham silurga aytsak bo'ladi. Sabab u davrda past bo'yli psilofitlarning toshga o'yilgan rasmi topilgan deyilgan joyi bor. Sabab psilofitlarimiz sporali yuksak o'simlik edi, yuksak. Sabab ularda vegetativ organlardan hattoki shu poyani o'zi ham yuksakka kirib ketishini ta'minlaydi. Asalari lemur. Asalari keyin lemurni berib o'tgan. Bu yerda asal arlar qachon kelib chiqqanligi haqida iminli ma'lumot yo'q. Lemur sutemizuvchi sifatida aytadigan bo'lsak, bu yerda javob katta ehtimol bilan S javobni tashkil qiladi. Tol va shumtoldan nimasi bilan farq qiladi? Tol shumtoldan kambiy hujayralar hisobiga eniga o'sadi. Ikkalasida ham eniga o'sish xususiyati bor. Kambiy hujayralari bilamizki, yon hosil qiluvchi to'qimaydi. Bu farqi emas, to'g'ri hisoblanadi. Eniga o'sish, ya'ni farqi emas. Qo'shilg'ilanish jarayoni, bu ham to'g'ri. Mevasining tarqalish organi, mevasining tarqalish usuli. Xo'p, meva urug'larning tarqalishiga ko'ra tol va shumtol shamol yordamida tarqaladigan o'simliklar bor edi. Shamol yordamida tarqaladiganlar qanot cha yordamida, popukcha yordamida, popukcha yordamida tarqaladigan oson eslab qo'yganlik T, Q, Q. Ya'ni tol, terak, qoqo't, qo'g'a. Bular popukchasi hisobiga tarqaladilar. Qanotchasi hisobiga esa qayrog'och, shumtol shularni aytishimiz mumkin. Demak, tarqalish usuli o'xshash, tarqalish organi farq qiladi. Bittasi qanotcha, bittasi popukcha. Demak, S javob bo'ladi. Menimcha bular tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, 14-test. Quyidagi hujayraga xos bo'lgan ma'lumotlarni topishimiz kerak. Quyidagi hujayra nerv sistemasi hujayrasi neyron. Uning ko'rishlaringiz mumkin. Qaysi qismlari? Dendrit, uzun o'simtasi akson, keyin neyrosoma, keyin bu yerda o'zi tasvirlanib o'tgan oqimtir rangda tasvirlab ketilgan mielin. Mielin bilamiz, yog'simon, oq moddaydi, oqish. Bu esa dendrit dedik. Dendrit kulrang edi. Kulrang. Ikkita o'simtaga ega, to'g'ri. Uzun o'simtasi mielin qovoq bilan qoplangan, hozir aytib o'tdik, to'g'ri. Mediator qo'shilish joyida ikkinchi mediator orqali bir-biridan to'g'ri. Mediatorlarimiz turlari farq qiladi. Ya'ni bu yerda nerv impulsining uzatilishi haqida gap ketib turibdi. Oziqlanish tayanch himoya funksiyasini ham bajaradi. Oziqlanish tayanch himoya funksiyasini neyronni o'rab turgan neyrogliyalar bajaradi. 4 ni o'yindan chiqarib yuboraman shuni.
Dendritlarning rangi kulrang bo'ladi. To'g'ri. Uzun o'simtalarni tutashgan joyi sinaps deyiladi. To'g'ri, bu ham sinapslarimiz bilamiz, ikki qavat, o'zini mayda tirqishchasi bor edi. Tirqishchadan mediator chiqib, keyingi neyronga yoki ishchi organga purkalish hisobiga, chiqishi hisobiga ish bajariladigan yoki impuls o'tkaziladigan edi. 4 ni chiqarib yubordim shunda. Endi xo'p, 4 o'yindan chiqdi dedik. Uzun o'simtalarni tutashgan joyi sinapslar kalta o'simta nerv impulsini o'tkazish vazifasini bajaradi. Kalta nerv impulsini hosil qilish, yig'ish funksiyasini bajaradi. Akson uzun o'simta esa o'tkazish. Demak, 7 bilan 4 ni chiqarib yubordim o'yindan. 7 4. Orqa miyaning oq moddasi dendrit hosil qiladi. Bilamizki, orqa miya xuddi shu strukturadan iborat edi. Eslaringizga bir solib o'tmoqchiman. Orqa miyaning, e'tibor qilasizlar, bu qismi oq modda. Oq modda aksonlardan iborat, ya'ni nerv tolalaridan iborat bo'ladi. Bu qismi esa, bu qismi kulrang, ya'ni dendritdan iborat. Dendrit. Orqa miyaning oqish moddasi dendritdan iborat. Oqish moddamiz nerv tola, ya'ni aksondan iborat bo'ladi. 8 ham o'yindan chiqsa, javob A javobni tashkil qiladi. Xo'p, endi ko'payishi quyidagicha bo'lgan organizmlarni topishimiz kerak. Ko'payish quyidagicha. Bu yerda yashil bir xilchil yashil belgilanadi tasvirlangan 2 ga bo'linish. 2 ga bo'linish usuli bilan amebada bo'ladi. Bezgak plazmodisida bilamiz, eritrosit hujayralarining ichida ko'pga bo'linib shizogoniya bu o'yindan chiqadi. Xlorellada sporasi orqali shizogoniya qilish xususiyati bor. Bu ham o'yindan chiqadi. 2 ga bo'linib ko'payishi mumkin, lekin menimcha bu yerda 9-sinf ma'lumot asosida kelgan. Tufelkada uchishdi, 2 ga bo'linib ko'payish, chuchuk suv gidrosida yo'q. Oq po'panak yo'q, oq planariya yo'q, bacilla, spirilla, bular bilamiz bakteriyalarning turlari. Bularni alohida, ya'ni bacilla bu tayoqchasimon, spirilla spiralsimon deb oladigan bo'lsak, 1 2 yashil evgelinada o'zi yashil evgelina tasvirlanib o'tilgan. Demak, tasvirlaydigan bo'lsak, bu yerda sanaydigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 ta. Demak, javob A javobni tashkil qildi bu yerda. 15-chi A javob. Endi o'pka bilan nafas oluvchi umurtqasiz jabra bilan nafas oluvchi umurtqali organizmni topishimiz kerak. Meni kallamga endi bu yerda birdan o'pka bilan nafas oluvchi umurtqasiz suv shillig'i, ya'ni qorin oyoqli mollyuskalar keldi. Qon qizi chiqadi, o'pka bilan nafas olmaydi, traxeya yordamida bu o'yindan chiqadi. Sariq chayon ham chiqadi. Yo'q, sariq chayon o'pkasi bilan nafas oladi, olamiz buni. Kvakcha jabra bilan nafas olmaydi, lekin bu ham o'pka. Demak, bir javob chiqdi o'yindan. Baqachanoqda jabra, bilamizki, jabrasining sirtida tuxumlari bo'ladigan. Bularni boshda dastavval tirik tug'arshillik qorin oyoqli mollyuskalar kirganligi uchun olamiz. Tilapia, bu ham baliq jabra bilan nafas oladi. Demak, javob D javob bo'ladi ekan. Endi bizda 17-test. Ter bezlari va yog' bezlariga oid ma'lumotlarni aniqlang. Xo'p, ayirish funksiyasini bajaradi. Ter o'zidan ter ajratadi, yog' ajratish hisobiga ayirish funksiyasi bo'ladi bu yerda. Albatta, derma qavatida joylashgan ikkalasi ham bu termoregulyatsiyada qatnashadi. Bu A, ya'ni 3 nimada turish kerak? A javobda turish kerak. Sutka davomida 20 gram sekret ajratadi. Bu yog' bezlari, albatta 4 bda turish kerak. S javob chiqdi. Chiqaruv yo'li kalta. Chiqaruv yo'li kalta. Bu yog' bezlari kalavasimon chigaldan iborat. Bu ter bezlari 6-chi. A da turish kerak. Endi sekret tarkibida xolesterin va gormonlar, xolesterin o'sha yog' hosil bo'lish haqida gap ketib turibdi. Demak, bu
yog' bo'ladi. Sekret tarkibida mochevina mavjud. 8-chi nimada turadi? A da turadigan struktura hisoblanadi bu yerda. Demak, 6-chi kalavasimon chigaldan iborat. Bunga oldik. Chiqar yo'l kalta 5. Demak, B da turadi deganligim uchun javob D javobni tashkil qildi. Xo'p, endi davom qilamiz. 18-chi test. Quyidagi ma'lumotlar orasidan noto'g'rilarini aniqlashimiz kerak. Noto'g'ri ma'lumotlar kerak bizga. Funariyada poya bargli o'simlik gametofit. To'g'ri, haqiqatan ham gametofit hisoblanadi. Bu narsani o'tganmiz. Dala qirqbo'mning ildiz poyali ko'p yillik o't bu sporofit dedi. Ildiz poyali ko'p yillik o'ti qirqbo'mlarda bahorgi poyasi ham, yozgi poyasi ham bu sporofit edi. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Zuhrasoch ko'p yillik, suv qirqquloq 1 yillik o'simlik. Haqiqatan ham to'g'ri. Archa tuxum hujayrasi arxigonida, spermiyasi anteriidi. Archada anteriidi nima qilsin? Ahillarda chang paydo bo'ldi, chang. Demak, ochiq urug'lar changning hosil bo'lishi evolyutsion jihatdan tosh ko'mir davriga to'g'ri kelgan edi. Demak, javob 18 da D javob bo'ldi. Xo'p, endi keyingi testga qaraydigan bo'lsak, mitoxondriyaga xos bo'lgan xususiyatlarni aniqlang. Tashqi va ichki membranadan iborat. Tashqi va ichki membrananing to'g'ri xos bo'lgan xususiyat kerak. Simbioz gipotezasiga ko'ra mustaqil kelib chiqishga ega emas, ega. Ya'ni mitoxondriyalar nimadan kelib chiqqan deb qaradi? Mezosoma. 2 bor javobni chiqaramiz. Bo'linishi yadrosiz organizmlarnikiga o'xshash. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri bo'linib biladi. Haqiqatan ham mutatsiya sodir bo'ladi. Mutatsiya sodir bo'lishi, mutatsiya nima o'zi? Genetik axborotni, irsiy axborotni o'zgarishi. Irsiy axborot o'zgarishi uchun shu struktura o'zida irsiy axborot tutish kerak. Irsiy axborot tutadimi? Tutadi albatta. Ya'ni bu o'zida DNKsi, RNKsi va o'zining ribosomasiga ega 2 qavatdan iborat organoid degan. Demak, mutatsiya bu yerda sodir bo'ladi. Fermentlarga ega haqiqatan ham o'zining enzimlari, ya'ni fermentlari bor edi. Glyukozaning parchalanishi ro'y beradi. Bu ham to'g'ri. O'simliklarda ATF sintezida ishtirok etmaydi. O'simlikda ham, hayvonda ham ATF sintezida ishtirok etadi. Invaginatsiya, ya'ni bu botib kirish edi. Botib kirish gipotezasiga ko'ra aerob prokarotlardan kelib chiqqan. Yo'q. Simbioz gipotezasiga ko'ra invaginatsiya emas, simbioz gipotezasiga ko'ra kelib chiqqan bo'ladi. Ya'ni bu yerda D javobni 2 marta chiqarib yubordik. B javobni esa uni ham 2 marta chiqarib A javobimizni bu yerda tasdiqlab qo'ydik. Demak, javob A javob bo'ldi. Endi 20-testga qaraydigan bo'lsak, metianinga xos mos keluvchi belgilarni toping. Metianin nima? Aminokislota. Mos keluvchi. Purin asosli deydi. Purin asosli emas. Translyatsiyada hosil bo'ladi. Translyatsiyada hosil bo'ladi. Oqsillarimizni strukturasini tashkil qilganligi uchun translyatsiyada hosil bo'ladi deb olamiz. Halqali aminokislota. Halqali aminokislotalarni biz eslaringizda bo'lsa, bosh harflari bilan F, T, T, G, P, O. Ya'ni fenilalalin, tirazin, triptofan, gistidin, prolin, oksiprolin. Oksiprolin. F, T, T, G, P, O ko'rinishida eslagandik. Bu yerda M harfi yo'q. Demak, halqali emas. S bor javobni ham chiqaramiz. Antikadoni UAsi bilamiz. Metianin aminokislotasi eng mashhur, ya'ni hamma oqsilni start kadoni bo'lgan AUGni kadon hisoblanadi bu, ya'ni start kadon. Buni antikadoni uni oldida yotgan, uni oldida nima yotadi? Uracil, adenin, guaninol, sitozin, UAsi yotadi. Demak, bu to'g'ri ekan. Transport RNK orqali translyatsiyaga yetkazadi. Bu ham to'g'ri. Reduplikatsiyada nukleotidlar qatnashadi. E bor javobni chiqarsak, javob beixtiyor D javobni tashkil qiladi. Demak, 20-chi D javob bo'ldi bizda. Keyingi test 21. Quyidagi berilgan tushunchalar va ularga mos tasnifni topishimiz kerak bu yerda. Alohidalanish. Mikroevolyutsiya. Mikroevolyutsiya shu bitta gap bilan keladi. Tur hamda kenja tur. Ikkinchida A turishi kerak. Qarang. Ikkinchida A. O'sha beixtiyor qaysi B, C javoblarimiz chiqib ketdi.
Shunday qarab turib ham javob shakllantirish mumkin. Men bu joyda 5 qolib ketgan, qaranglar. 5 aramorfoz deb turibdi. Bu yerda esa B deb qo'yibdi. Buni o'qiyman. Sinf tip tur doirasida yuzaga keladi. Haqiqatan ham hayvonlar sistematikasini bitta takrorlab olsak. Tur, urug', oila, turkum, sinf, tip bor edi bizda. Turkumgacha ideo adaptatsiya, bu yon tarafi aramorfoz edi. Haqiqatan ham bu yerda sinf tip darajasida, turkum darajasida yuzaga keladigan o'zgarish. Javob bu yerda A javob bo'ladi. Beixtiyor. Xo'p. Demak 22 ga keldik. Hayotning molekula va organizm tuzilish darajalariga mos keladigan. Demak, A da molekulani, B da esa organizm. Aytib o'tib ketaman. A da molekula, B da organizm. Xo'p. Ixinokok hosil qilish bu organizm, haqiqiy organizm, glikol lipid, uglevod, lipid birikishidan hosil bo'lgan. Haqiqatan ham bu molekula. Gidrogen kurtaklanish organizm, aminokislotalar insulin hosil bo'lishi molekula, azotning bioga migratsiyasi nima? Biosfera darajasida yuzaga keladi. 5 ni xohlagan bitta javobdan chiqarib tashlasak bo'ladi. Xo'p, bizda A javobda molekula berilganligi uchun bu javobda nima edi? Javob C bo'ladimi shunda? Adashmasam, haqiqatan ham 23 ga keldik. Umurtqa pog'onasini bukuvchi muskullar gavdaning qaysi qismida joylashgan bo'ladi? Umurtqa pog'onasini bukuvchi. Qaranglar, umurtqa pog'onasini bukuvchi muskullar bu qorin tomoni. Bular qisqargan paytda umurtqa pog'ona bukiladi. Umurtqa pog'onasini yozuvchi bo'lsa, tananing orqa tomonidagi bo'ladi. Demak, qorinning old qismida, qorinning old tomonida joylashgan. Bu javob bo'ladi. 24-testimizda dominant belgilarni ajrating. Dominant, ya'ni hukmron belgilar. Biz bu ko'rinishda yoki bu ko'rinishda ifodalaymiz. Faqat dominant bo'lsa bo'ldi. Pakanalik dominant, bug'doyning qizil rangi dominant. Yashil donli no'xat, sariq donli, yashil donli bor edi, ikkinchi chiqib ketadi. Xushbo'y hidli no'xatning oq rangi. Bu ham chiqdi. Odamda sochning erta to'kilishi. Xo'p, oldik. Pakanalik 2 marta berildi. Xoldor to'tilarida pataning yashil rangdagisi, odamning qo'y ko'zli bo'lishi. Dominant belgilar, dominant kasalliklar emas. Yoki bo'lmasa boshqa xususiyatlarimiz dominant belgilar haqida gap ketib turibdi. 2 ni chiqargandik. Keyin, xo'p. Bu javob ham chiqib ketadi unda. Xoldor to'tilarning patani rangi yana yashil bo'lishi, keyin bug'doy, donning qizil bo'lishi 3. Pakanalik. Qo'y ko'z bor edi bizda, keyin ko'k ko'z bor. Qo'y ko'zlik, bu ham to'g'ri. 4 ta xushbo'y hidli no'xatning oq rangi, bu chiqib ketdi. Demak, javob bizda A javob qoldi. Xo'p, A javobda birikkanni, B javobimizda esa mustaqil holda irsilanadiganini olishimiz kerak. Drozofila pashshasining ko'zining rangi oq va ko'zining oq rangi va hamda kulrang tanasini bo'lishi bu birikkan holda. Drozofila pashshasining tanasining qora va qanotining kaltaligi bu ham birikkan holda. Drozofila melanogaster lotincha nomi. Thomas Morgan tajriba olib borgan. Xo'rozlar tojining oddiy yoki gulsimon bo'lishi. Oddiy bo'lishi bu ko'rinishda edi, eslab qo'yamiz. Gulsimon ko'rinishda bo'lishi bu qaysi holatda edi? Kichik B, katta holatlar. Bu komplementariya, bu birikmagan, ya'ni mustaqil holda. Birinchi, ikkinchi birikkan. Bizda birikkanni nechanchi so'rayotganda A javobdami? Aha. Demak, javob D ekan. Menimcha bundan ham muammo yo'q degan umiddaman. Demak, javob D bo'ldi. 26. Quyidagi tushunchalarning tiriklikning tuzilish darajalariga mos tarzda to'g'ri, ketma-ketlikda. Tiriklikning tuzilish darajalari molekula, hujayra, organizm. Xo'p. Komensalizm 2 organizmlarning munosabati, ya'ni bu yerda bir turga mansub emas albatta.
Bu bo'ladi biogeotsenos. Ontogenez. Organizm shaxsiy rivojlanish, organizm darajasida. Epiteliy, to'qima darajasida, azot migratsiyasi, boya ham aytib o'tdik, qaysidir bir nimani migratsiyasida bu biosfera, ya'ni oxirida turish kerak edi. Eng 4-chi. Demak, A javobi o'xshaydi. A javobini tekshirib ko'raman. Inversiya, mutatsiya. Mutatsiya nimada bo'ladi? Molekula darajasida bo'ladi. Molekula. 5 mitoz. Mitoz nimada bo'ladi? Hujayra, ya'ni molekula hujayra deb ketyapmiz. 3 epiteliy, to'qima, haqiqatan ham 2 organizm, organdan keyin to'qima, organ, organizm. 7 genofond. Genofond bir turga mansub bo'lgan organizmlarning genlarining yig'indisi. Bu populyatsiya. Keyin 1 komensalizm. Populyatsiyadan keyin, demak, haqiqatan ham javob A javob ekan. 26A. 27 moral mansub tip va lori mansub sinf, yalqov mansub turkum. Moral mansub tip bu xo'rdallar, umurtqalar, bu kenja tip hisoblanadi. A javob chiqadi. Xo'rdallar, sut emizuvchilar, lori haqiqatan ham yalqov mansub turkum. Tak. Bu yon tarafdagi javobni ko'rsak. Umurtqalarda javob ham chiqib ketdi. Xo'rdallar, sut emizuvchilar, oz tishlilar. Yalqov haqiqatan ham oz tishlilarga kirganmi, hasharotxo'rlarga kirganmi? Turkumi haqida so'ralganmi? Yalqov mansub turkum. Oz tishlilar turkumiga kiradi. Hasharotxo'rlar turkumini biladigan bo'lsak, 10-sinfda suvda yashaydigan, suvda va quruqlikda yashaydigan sut emizuvchilar turkum nima sifatida berib o'tgan. Ularning orasida nima? Yalqov yo'q. Yalqovni hammamizga mashhur Muzlik davri filmidagi Sid obrazida tasavvur qilishimiz mumkin. Demak, bu yerda javob xo'p. Xo'rdallar tipi, sut emizuvchilar sinfi, oz tishlilar turkumi, susarsimonlar oilasi. Haqiqatan ham o'sha multfilmdagi obrazlar ham juda ham yaxshi tasvirlangan. Sidning oldida 2 dona tishchasi bor bo'ladi. Haqiqatan ham oz tishli. Noto'g'ri fikrlarni aniqlang. Noto'g'ri fikr kerak ekan bizda 28da. Joka eman daraxtlar yo'riqsuvar o'simliklar hisoblanadi. Haqiqatan ham to'g'ri. Jokaning ham bitta oti nima edi? Lipa. Yopiq urug'li. Xo'p, biologik jarayonlar jadalligi davriy takrorlanishi konkurensiya hisoblanadi. Davriy takrorlanish o'zgarishi konkurensiya hisoblanadi. Davriy takrorlanish o'zgarishi konkurensiya emas. Bu konkurensiya ikki organizmda raqobat. Ko'rinadigan nurlar o'simliklarda fotosintez jarayonini amalga oshirishni ahamiyatiga ega. Haqiqatan ham quyosh spektri 3ga bo'linganda ultrabinafsha ko'rinadigan infraqizil, ultrabinafsha nurlarimiz terida D vitamini hosil bo'lishi, rodopsin hosil bo'lishi ko'zda. Infraqizil nurlarimizda sovuqqonlar tanasini qizdiradi, reptiliyalar, amfibiyalar ko'rinadigan nurlar fotosintez. Bu ham to'g'ri. Javobda yo'riqsuvarimiz ham to'g'ri. O'simliklarning fotosintez darajasi yorug'likning to'yinishiga bog'liq. Haqiqatan ham to'g'ri. Fotosintez yuqori bo'lish yorug'likka to'yinishga bog'liq. Optimal daraja bu norma, ya'ni optimal daraja deyilgan bu maksimum ham, minimum ham emas. Optimal o'ziga yetarli bo'lgan daraja. Optimal darajadan o'tganda fotosintez sekinlashadi. Bu ham to'g'ri. Demak, javob haqiqatan ham B javob ekan. Xo'p. Bo'kalarning qurtli, qoramol va otning qaysi organlarida? Ot so'zida O bor, oshqozonda O bor. Demak, bu B'da ikkinchida oshqozon turishi kerak. Bu yerda bu javobimiz chiqib ketadi. Terisi ustida emas, terisi ostida bo'ladi. Otning oshqozonida bo'ladi. Terisi ostida, otning oshqozonida, qo'yni burnida. Bu yerda qo'y berilmagan. Demak, javob 29da D javob bo'ladi. Xo'p, bizda oxirgi test quyidagi to'qimalarga tegishli ma'lumotlarni noto'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang. Qoplovchi to'qima, mexanik to'qima, asosiy to'qima. Noto'g'risini olishimiz kerak ekan. To'g'risini chiqarib tashlayman unda.
Xo'p, bu yerda maqsadga muvofiq nimadan? Javobdan ketgan ma'qulroq. Sababi biz moslab chiqa olmaymiz. Birinchini berib o'tgan, B ga 1 kirgizib o'tgan. Birinchi ksilema hamda floema naylari bu o'tkazuvchi to'qimani B ga kirgizib o'tgan. B o'tkazuvchi to'qimada yo'q, haqiqatdan ham to'g'ri bu javob. Keyin 2 ni kirgizgan B javobga. Skleroid hujayralariga ega. Mexanik to'qimada skleroid hujayralari borligini inobatga olsak, bu jumla to'g'ri bo'lganligi uchun o'yindan A hamda B javob chiqib ketdi. Endi tekshirib ko'raman. Bu yerda ham bor ekan. B javobda. Demak, bu ham chiqib ketdi. Demak, javob D o'xshaydi. Dini tekshirib ko'ramiz. Kelinglar. B'da 1 ni qo'yib qo'ydi. B. Ksilema va floema B mexanik to'qima dedik. Demak, u emas. Naylari ksilema qavatidagi yog'ochlik tolalari mexanik to'qima, floema qavatidagi lup tolalari mexanik to'qima, lekin naylari o'tkazuvchi to'qima. Xo'p, S ga 5. S nima bizda? Asosiy to'qima 5. Hujayralari vakol va efir moyi bu ajratuvchi to'qima hisoblanadi. A ga 2. A nima bizda? Qoplovchi to'qima 2. Skleroid hujayralari yo'q. Hozir aytib o'tdim, skleroid hujayralari bu mexanik to'qimaga kiradi. Demak, javob D bo'ldi. Uchinchi variantimizning tahlili shundan iborat hisoblanadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi variantlarda nasib qilsa ko'rishguncha xayr.